Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alımız. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 2025 yılı 1 oktyabr günü Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 76 yıllık xatırı günü. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi işlər və Bexatarlik ministri Salih Xudayarның Şərq Türkistandan Tibetgacha Xitayning 76 yıllık mustamlika hakimiyeti namlıq Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 76 yıllıqıga qarşı yazgan maqalası Tuncu Poçta gazetesida 2 oktyabr günü e'lon qilindi. Maqalada mundaq deyildi. 1 oktyabr günü Xitay Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 76 yıllık xatırı günü. Beijing o'zining kuchini namoyon qilayotgan vaqtda Şərq Türkistan, Tibet, Janubiy Mongoliya yovuzlarcha qilingan ishg'oliyat, sistemlik irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikning ostida qoldi. Bu territoriyalar Xitayning davomidek etnik asonliq millat rayonlari emas. Bu so'zlar qonunsiz ishg'oliyatni oqlash, millionlarcha yillik tarixini yo'q qilish, Xitoy bo'lmagan xalqlarning kimligi, egilik huquqliq tarixini qonunsizlashtirishni tashviq qilishda qo'llanayotgan so'zlardir. Xitoy Kompartiyasining Ichki Mong'ol avtonom rayoni, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, Shizang avtonom rayoni qatorliq atalmish avtonom rayonlarni yerli xalqlar azaldan qabul qilib boqmagan. U zo'rliq bilan yo'lga qo'yilgan bo'lib, faqat ishg'oliyat, mustamlika va irqiy qirg'inchilikni qonunlashtirish uchun mavjud. Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda. Ular turmaga tashlangan, qo'l qilingan, tug'mas qilib etilgan va oilasidan ayirib etilgan. Dokladlarda ko'rsatilishicha, har yili 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur va boshqa turk yoshlari a'zolari sug'urilib o'ldirildi. Xitoyning mustamlika hukmronligi Tibet buddizmini bostirib, kultural erkinlikni cheklab, muqaddas joylarni vayron qildi. Tibet bolalarimi oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoy davlat qarmog'idagi yotoqliq maktablarga o'rinlashtirilib, kimligi yo'qitilmoqda. Janubiy Mongoliya majburiy assimilyatsiya qilish, kulturini yo'qotish va nupus qurilmasini o'zgartirib etish qilmishiga bardoshlik berib kelmoqda. Avtonomiya saxtadir. U ishg'oliyat va mustamlika qilishning bir bahonasi. Xitoyning zulmi izchil. Sharq Turkistonda millionlagan insonlar qul qilinmoqda. Yüz minglarchasi Xitoyning ichkari o'lkalariga qul qilinish maqsadida yo'tkalmoqda. Ayollar tug'mas qilib etish va homilasini tushirib etish qilmishining obyektiga aylandi. Xuddi Tibetga o'xshash 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat qarmog'idagi yotoqliq maktablarga o'rinlashtirilib, tili, dini va kulturi yo'qitilmoqda. Sharq Turkistonning har qaysi joylarida 16 mingdan ortiq masjid va sonsizlagan kultur o'rinlari, shundaqla qabristonliklar vayron bo'ldi. Xitoy prezidenti Xi Jinpingning yaqinda Tibetga qilgan ziyorati asnosida Tibet avtonomiyasi yo'lga qo'yilganligining 60 yilligini xotirlash faoliyatida Tibet buddizmini sotsialistik jamiyatga birlashtirish ta'kidlandi. O'xshashla Xi Jinping Sharq Turkistonni ziyorat qilib, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash faoliyatida qilgan so'zida ijtimoiy muqimlikni ta'kidladi. Ilgirlash, zamonaviylashtirish va millatlar ittifoqligi qatorliq so'zlari orqali irqiy qirg'inchilikni yo'shirdi. Bu so'zlar murosimda qilingan so'zlar emas. Ular ishg'oliyat, mustamlika va irqiy qirg'inchilikning Xitoy yurgizayotgan izchil siyosat ekanligining bayonidir. Xi Jinpingning ziyorati Beijingning mustamlika hukmronligini muddatsiz davomlashtirishni xohlaydiganligini aniq o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning taraqqiyot haqidagi bayonlari faqat Xitoy mustamlikachilari va qizish sanoatiga foydali. Xitoyning yarim harbiy mustamlikachilari Sharq Turkistonda shahar markazlari va boyligi mo'l rayonlarni egalladi. Sharq Turkistonning g'oyat zo'r neft, tabiiy gaz, uran, litiy va oz uchraydigan yer osti boyliqlari zapasi Xitoyning harbiy va sanoatini kuchlantirdi. Tibetning suv elektr turlari Xitoyning yiroq shaharlarini tok bilan ta'minlaydi. Tibetning yerlik aholisi chetga qiqiladi. Janubiy Mongoliyaning o'tloqlari qon ichish sanoatida ishlatildi. Bu zulmning boshlanishi Xitoy Xalq Cumhuriyetining dastlabki mezgillariga tutishidi. 1949 yili 10 oyning 12 kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti e'lon qilingandan 11 kun o'tgandan keyin Xalq ozodlik armiyasi Sharq Turkistonga tajovuz qilib, 1949 yili 12 oyning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Bir yilga yetmagan vaqt ichida, ya'ni 1950 yili oktyabrda Xitoy Xalq armiyasi
Tibetga besib kirib 1951 mayda rahbarlari bilan 17 moddalik kelishimni imzoladi. 1959 yili Tibet hukumati ag'dirib tashlandi. Tibet butunlay Xitoy kompartiyasiga bog'landi. Janubiy Mongoliyami o'xshash qilmishlarning qurboni bo'ldi. 1947 yili Xitoy kommunistlari tarafidan Ichki Mongol avtonom rayoniga aylandi. Xitoyning bu yerlarni ishg'ol qilishi qo'shni davlatlarga tahdid elib keldi. Sharq Turkiston, O'rta Osiyo Jumhuriyatlari va Hindistonni o'z ichiga olgan 9 davlat bilan chegaralandi. Tibet, Hindiston va Nepal bilan chegaralandi. Janubiy Mongoliya, Rossiya va mustaqil tashqi Mongoliya bilan chegaralandi. Bu rayonlarni kontrol qilish Beyjingni Yevroasiyo va Hind Tinch okeanining har qaysi joylarida kuchini ko'rsatish uchun strategik cho'nqurlik, boylik va harbiy baza bilan ta'minlaydi. Xalqaro qonunlarda aniq ko'rsatiladi-ki, bu rayonlardagi xalqlar azaldan Xitoyning hokimiyatiga bo'ysungan emas. Ishg'ol qilib olish, mustamlik qilish, nupus qurilmasini o'zgartirib o'tish, kulturni buzg'unchilikqa uchratish va irqiy qirg'inchilik yurgizish xalqaro qonunda jinoyat hisoblanadi. Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnomasi irqiy qirg'inchilikqa bir to'pni butunlay yoki qisman yo'qotish g'arazida qilingan harakat deb aniqlama berdi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining sistemlik irqiy qirg'inchiligi keng ko'lamda tutib turish, tug'mas qilib etish, majburiy ayirib etish va assimilyatsiya qilish, shundaqla jismoniy va madaniyat, kultur jihatdagi yo'qotish qatorliqlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, bu yuqori chekka yetdi. Dunyo asosan passiv holatni saqlab kelmoqda. Xi Jinpingning ziyarati Xitoy Xalq Jumhuriyatining egilik huquqining izchil savol-so'roq qilinmaydiganligiga bo'lgan ishonchisini namoyon qildi. Tibet va Sharq Turkistonni avtonomiyaga aylantirganligining xotira kuni dunyoni bo'ysundirishning normallashayotganligiga signal beradigan tashviqot obidasi. Kelgusi mengiladigan yo'limiz aniq bo'lib, bu hal qilg'uch harakat talab qiladi. Xalqaro jamiyat bu rayonlarni Xitoyning oz sonliq millat rayoni deb atashni to'xtatishi kerak. Bular ishg'ol qilingan davlatlardir. Xitoy Xalq Jumhuriyatining avtonomiya ramkasi mustamlika hukmronligining bahonasi. Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi va davom qilayotgan zulmiga qarshi qonuniy va diplomatik besim qo'llanish kerak. Sharq Turkiston surgunda hukumati, Tibet surgunda hukumati va Janubiy Mongoliya tashkilotlari ishg'ol qilingan bu rayonlar va ularning xalqiga vakillik qiladigan birdan-bir qonunli o'rinlardir. Dünya ularning mustamlikachilikka qarshi ozodlik ko'rishini e'tirof qilishi va qo'llashi kerak. Xitoy asirga olgan bu davlatlar bilan chegaraladigan davlatlar jiddiy xavf ostida. Hindiston, O'rta Osiyo Jumhuriyatlari va Rossiya Beyjingning kontrolligini mustahkamlashiga sal qaramasligi kerak. Strategik yiroqni ko'rarlik Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliyani mustamlika qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, ishg'ol qilishning Xitoyning ichki masalasi emasligini to'nib yetishni talab qiladi. Ular Yevroasiyo va Hind Tinch okeanining egilik huquqi, shundaqla bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan yer sharviy bexatarlik tahdidi. Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgandan 75 yil o'tgandan keyin Xitoyning ilkidagi Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliyada millionlagan kishi qazo qildi. Yana necha 10 million kishi to'xtamay nazorat qilish, zulm va tahdid ostida qul bo'lib yashaydi. Ularning tili, dini va kimligi sistemlik turda buzg'unchilikqa uchraydi. Avtonomiya, mustamlika va irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa elib kelmadi. Atalmish taraqqiyot va zamoniylashtirish faqat Xitoyning mustamlikachilar va Xitoy imperiya davlatini beyitdi. Xitoy Xalq Jumhuriyati imperiyasi xatarlik ham turaqsiz bir imperiya. Uning Xitoy sirtidagi yerlarni davomli ishg'ol qilib olishi chegarani muqimsizlashtirdi. Qo'shni davlatlarga tahdid soladi va yer sharviy tartibga ziyon yetkazadigan jahongirlik andisini o'tirg'a qo'ydi. Avtonomiyaga aylantirganligini xotira kuni qilib tabriklash, ogohlantirish rolini o'ynaydi. Bu asirgalangan davlatlarning taqdiri faqat insonparvarlik masalasi bo'lmasdan, dunyoning bo'ysundirish, zulm va irqiy qirg'inchilik ustiga qurilgan zamonaviy imperiyaga bardoshlik berolmaydiganligini sinaydigan sinoq. Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliya uchun aytganda, Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turish o'z ixtiyorligidan bo'lgan emas. Xalqaro jamiyat bu yerlarning ishg'ol qilinganligini rasmiy e'tirof qilish va mustamlikachilikning oxirlashishi, mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashi kerak. Xitoy Xalq Jumhuriyatining 75 yillik xotirasi aniq. Kontrol qilinmasa, imperiyani davomli kengaytiradi, mustamlika qiladi, zulm qiladi va kengaytiradi. Hozirgi chegaradan olgan barliq davlatlarga tahdid soladi. Xitoy ishg'ol qilgan davlatlarning ozodligini konkret xalqaro qo'llash orqali
adolat, muqimliq va uzoq muddatlik bexatarlikni amalga oshirg'ili bo'ladi. Har yili 10 oyning 1 kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining xotira kuni. Muajiratda yashayotgan Sharq Turkistonliklar bu kunni Sharq Turkistonning besib ilingan kuni deb qaraydi. Halbuki Sharq Turkiston Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgan kunila besib ilingan bo'lmasdan, balki 12 oktyabr kuni ishg'ol qilingan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 2 oktyabr kuni buni tafsiliy tushuntirib mundaq dedi. Sharq Turkiston 1 oktyabr emas, 1949 yili 12 oktyabr kuni Xitoy tajovuzchilari tomonidan tajovuz qilinib besib ilingan. 1949 yili 10 oyning 1 kuni Xitoy Kompartiyasining Xitoyning ichki urushida Xitoy Millatchi partiyasini mag'lub qilib, Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligini e'lon qilgan kuni. Dunyoning nurg'ulg'an joylarida o'zlarini Uyg'urlarga va Sharq Turkistonga vakillik qilamiz deb jar selayotgan nurg'ulg'an tashkilotlar, da'vogarlar va hatto o'qimishliq ziyolilar parvosizlik bilan qayta 1 oktyabr kunini Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilib olgan kun yoki qo'shib olgan kun deb bilib yoki bilmay Xitoyning ta'tir tashviqotiga moslashib, xato holda bu kunni ishg'oliyat kuni deb tashviq qilishmoqda. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sharq Turkistonga tajovuz qilishi 1949 yili 10 oyning 12 kuni boshlangan va to'liq ishg'oliyat faqat 1949 yili 12 oyning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati Xitoy tajovuzchilari tomonidan ag'dirilgandan keyin boshlangan. Ammo Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilariga qarshi qurolli qarshiligini o'z ichiga olgan qarshilik harakatlari toki bugunga qadar har xil shakllarda davomlashib kelmoqda. Xalqaro qonunga asosan egalik huquqi bor davlatlar konkret o'lchamga to'shishi shart. 1933 yildagi Montevideo ahdnomasi bu o'lchamlarni belgilaydi. Davlat bo'lish uchun doimiy nüfus bo'lishi, aniq zamini, ya'ni territoriyasi bo'lishi, hukumati bo'lishi va boshqa davlatlar bilan munosabat o'rnatish iqtidori bo'lishi shart. Sharq Turkiston Jumhuriyati 1944 yili 11 oyning 12 kuni qaytadan qurilganda bu o'lchamlarga to'liq to'shqan edi va Xitoy Xalq Jumhuriyati e'lon qilinishidan ilgari egalik huquqliq davlat sifatida mavjud edi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining atalmish Xalq ozodlik armiyasi Sharq Turkistonga tajovuz qilgan vaqtda Sharq Turkiston Jumhuriyatining egalik huquqi 1949 yili 12 oyning 22 kuni majburiy ag'dirilguncha saqlanib kelgan. Xalqaro insonparvarlik qonuniga asosan ishg'olchi bir davlat qonunliq egalik huquqi bo'lgan bir zaminni unumli holda kontrol qilganda andin rasmiy ishg'oliyat deb ataladi. 1907 yildagi Gaga nizomining 42-moddasida mundaq deyilgan: har qanday zamin territoriya amaliyotda dushman qo'shinining boshqarishiga tushib qolgan vaqtda ishg'ol qilingan deb qaraladi. Ammo faqat dushman qo'shini huquqini yurgiza oladigan yerlarni ishg'oliyat ostida degili bo'ladi. Undan boshqa xalqaro insonparvarlik qonunida mundaq deyilgan: ishg'oliyat atalg'usi va qonuniy bexatarlik kengashining tasdiqi bo'lmasmi bayon qilingan maqsad yoki harakat nima bo'lishidan qat'iy nazar tajovuz qilish deb atalsin, ozodlik deb atalsin, boshqarish yoki ishg'oliyat deb atalsin, qandaq ad qo'yilgan bo'lishidan qat'iy nazar qo'llaniladi. Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkistonning tinchlik bilan ozod qilinganligini jar solib, yolg'on tashviq qilib kelmoqda va 1940-yillardagi Sharq Turkiston milliy mustaqillik inqilobini atalmish 3 viloyat inqilobi yoki qo'zg'oloni deyish bilan Xitoy kommunistlarining millatchi Xitoyga, ya'ni Komintang hokimiyatiga qarshi elib borgan ichki urushining bir qismi deb yolg'on tashviq qilib kelmoqda. Har ikki tashviqot qonun va tarix oldida asossiz yolg'onlardan iboratdir. Holbuki Xitoy Xalq Jumhuriyatining atalmish Xalq ozodlik armiyasining Sharq Turkistonga tajovuz qilishi Komintang kabi biror Xitoy siyosiy guruhiga qarshi emas, aksicha egalik huquqi mavjud mustaqil bir davlatga qarshi qilingan bir tajovuzchilik edi. Sharq Turkiston ichidagi bir uchum xayrlarning tajovuzchi Xitoyga hamkorlashishi va qo'llashi chet el kuchlarining harbiy ishg'oliyatining realligini inkor qila olmaydi. Mao bilan Stalin o'rtasidagi aloqani o'z ichiga olgan shu davrdagi harbiy dokladlarning isbotlashicha 1949 yili 10 oyning 12 kuni Xitoyning Xalq ozodlik armiyasi Sharq Turkistonni Xitoydan ayirib turadigan Jiuquan Yumin Anshi chegarasi orqali Sharq Turkistonga qurolli tajovuz qilgan. Bu dokladlar yana tajovuzchi Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Sharq Turkistonga kirganda qarshilikqa duch kelganligini gavdalantirdi.
10 ayning 1-kuni Xitoy Kompartiyasi, Xitoy Xalq Millatchi partiyasi, ya'ni Kuomintangni mag'lub qilib, Xitoy Xalq Cumhuriyetini jakarladi. Bu jakarlash faqatla Xitoy davlat ichidagi hokimiyat o'zgarishiga vakillik qiladi xolos. Bu kunda Xitoy Xalq Cumhuriyetining Sharq Turkiston ustida hech qanday hokimiyat yurgizish salohiyati bo'lmagan. 10 ayning 1-kunini ishg'oliyat kuni deb xato tunishtirish, tarixiy va qonuniy reallikni xiralashtirib, Sharq Turkistonning egilik huquqini asliga keltirishdagi qonuniy da'voni ojizlashtirdi. 10 ayning 1-kunini ishg'oliyat kuni qilib xato belgilash, Xitoyning Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi ekanligi haqidagi uydurmasiga xizmat qilmoqda va Sharq Turkistonga munosabatlik masalalarning Xitoyning ichki masalasi ekanligi to'g'risidagi yolg'on tashviqotlarini kuchaytirib, Sharq Turkiston Jumhuriyatining egilik huquqi va milliy mustaqilligini asliga keltirish ko'rishining qonuniyligiga ziyon solmoqda. Paket aniq. Xitoy kommunistlari 1949-yili 10 ayning 1-kuni hokimiyatning o'zgarishini e'lon qilib, Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilganligini e'lon qildi. 11 kundan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyeti 1949-yili 10 ayning 12-kuni Sharq Turkistonga qurolliq tajovuz qilib besib kirdi. 2 oydan keyin 1949-yili 12 ayning 22-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyetini majburiy ag'dirib ishg'olini rasmiy boshladi. 1 oktyabr Sharq Turkistonning ishg'oliyatiga tava bir kun emas. Aksicha, Xitoy davlat ichidagi hokimiyat o'zgarishi sifatida Xitoy tarixiga tava bir kundir. Xitoy hukmronligi Sharq Turkiston xalqi tomonidan izchil rad qilinib keldi va davomli rad qilinadi. Jumladan davomlashayotgan qarshilik ko'rsatish Xitoyning Sharq Turkistonda hokimiyat yurgizishining qonunsizligini isbotlaydi. Sharq Turkistonning milliy ko'rishi atalmish bölgüçilik yoki Xitoyning ichki ishlari emas. U bir egilik huquqliq bo'lgan bir davlat xalqining ishg'oliyatchiga qarshi qonunliq ko'rishidir. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishda haqiqiy tarixni bilishimiz va shuni tashviq qilishimiz to'liq muhim. Vatanga mansublanmak vafodorlikdir. Vatanga xizmat vafodorlikdir. Vatanga fidokorlik vafodorlikdir. Vatan bizga avod qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, kalimatullohni ustun qilib, insondek yashashimizni kapolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning omonatidir. Omonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yam qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qilg'uchiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga tutung'uchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir, erkaklikdir. Ahdini unutish bo'lsa vafosizlikdir, sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatli xatarni boshdan kechirmoqda. Omonatlik vatan ifodalab bo'lg'usiz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini seg'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqizgan, barlig'ini fido qilgan qahramon shahidlarini yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mizoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jarangliq sadoni kutmoqda. Tajovuzchilarning dahshatlik dafsanchiliklariga qarshi o'zini muhofazat qilishga borlig'ini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shunini saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bozishni ostiltishga yaraydigan bozorning ahvoliga qarab emas, xatarning darajasiga qarab ish tutishni. Buningdanmi adashga yuzlanayotgan xatarga oldin to'g'on selishni biladigan avangardlarni, vafodorlikni qavash-chog'liq haqqoniy pozitsiya bilan bo'lsa sahib chiqishni o'ylaydigan vafokor vatan mansublarini kutib turmoqda. Burxon Muhammadning chaylanayotgan Vatan ahdi nomli maqolasidan e'landi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.